siz aytgan joydan sizga kiyim oldim. Qo'ysangchi, sen yana pul ishlayman deb arzondan olib kelibsan. Yo'q, unaqa qilmadim. Keyin senga solishib berib beraman. Birinchi navbatda shimini o'zi. Men aytgan joyi shimi mana bunaqa. Bundoq olib, choklarni, rezinkasini qaraydigan bo'lsangiz, bu yerda hammasi akkuratniy qilingan. Mana mahol nima mana bu? Bu arzonchi materialda, arzonchi ko'rinishi deyiladi. Keyin men senga tepasini ham solishtirib beraman. Birinchi navbatda men oladigan joydan qara, mana bu alohida cho'ntagi bor. Biyolada ham alohida cho'ntaklari bor. Chokiga e'tibor beradigan bo'lsang, choklarigacha akkuratniy qilingan. Bunaqada ko'chada maza qilib, xohlagan joyingga kiyib yursang bo'ladi. Mana qara, buni tugmalari ham bor. Choklari ham akkuratniy qilingan. Yoqasini ham juda chiroyli alohida belgilab qo'yishgan. Endi mana bu yoqasini qara. Yoqasi turmaydi ham, g'ijim bo'yotibdi. Buni qanaqa kiyib yursa bo'ladi? Materialni o'ziga ham yaxshilab qaraydigan bo'lsang, bu уже titilib ketib bo'lgan material. Ana ko'rding, isbotlab ham berdim. Nech pul ishlading shunda? 400 ming. Nima qilding 400 mingni keyin? Siz aytgan joydan o'zimga qo'yib oldim. Men aytgan joydan o'zingga qo'yib oldingmi? Malades. Hech bo'lmasa o'zing yaxshi narsa olibsan-ku. Siz ham sifatsiz mahsulotlarga aldanib qolmang. Aynan shuning uchun ham Musofir brendi barcha kiyimlarni, dizaynlarni o'zi tayyorlaydi, o'zi ishlab chiqaradi va bunda matodan tortib barcha detallarga alohida e'tibor beriladi. Chunki Musofir brendi siz eng yaxshisiga loyiq ekanligingizni biladi. Original mahsulotlarni adashtirib qo'ymang. To'g'ri Musofirga kelavering.